Mendan ham chiroyliroq olasizlar, ishonaman. Hozir biz hali bu spektaklni Dragon jarayonidamiz. Fikrimiz juda ham spektakl zo'r, hammaga tavsiya qilaman. Bu spektaklda hali Qushchi bobomizni kichik nabiralarini rolini ijro etyapman. Shunda bobojon, bu qanday kitob? Dahshat. Shuni harakatiga biza. Bolajonlarni bir ertaklar olamiga olib ketgandek shu davrni muhitni his qildira oladigan darajada ajoyib sahna asari bo'lgan. Men bunga ishonaman va bolajonlarga ham tavsiya qilaman. Men bu spektaklda birinchi navbatda o'ynayapman. Rolim o'zimga juda yoqadi. Yaxshi. Xudo xolasa boshlang'ich arafasida turibmiz. Dasturda hammasi yaxshi bo'ladi. Umiddamiz. Xudo xolasa kelinglar. Barchangizni teatrimizda kutib qolamiz. Shunaqa ekran bor. Bu yerda IT texnologiyalaridan foydalangan holda Katta kuch yotibdi. Juda ham katta spektaklda mas'uliyat toshi yotibdi. Dragon juda ham bir qiziqarli jarayon. Yig'ib bittada gazlaydi oxirida. Rejissor. rejissor haqida fikr ketmayapti. Spektakl rejissor bilan. Qahramonni ijro etishga harakat qilaman. Alod, Ya'ni Alqushchi. ya'ni Alqushchi. Umumiy fikrim ajoyib. Bir so'z bilan biz yangi voqea yoki yangi spektaklimiz aksincha Samarqandda yana bir qarashni o'rganishda davom etamiz. Tavsiya qilaman kelib tomosha qilishingizni. Shunchalar o'rganilmagan sir sinoatlarga boyki Nega bo'lmasam? Ishadi. Bunga sabab otam Timuriylar saroyida shu bo'lgan.